Siydim do'stam hozir. Ha, okey. Men kirib mashinadan tushgan, men bu yerda sen o'z gap. Okey, meni zo'rlamoqchimisiz? Voy. Men degan siyib chiqdim do'stammi? Ha? Noto'g'ri ish qilsan hozir. Noto'g'ri ish qilmayapman, kimini? Shuni kirdim, shuni siyib chiqdim. Ha, qo'l-pul ko'taraveraman, sen o'zing aytdimmi? Men taniysanmi o'zi? Ha, taniyman, blogersiz. Ha, blogerman. Bloger. O, men bilan hech kim bunaqa pastga. Men nima bu achkiga? Bu okey, o'zim uchun olib yuraman-da. Tushunmadimmi? Men uni qo'rqinchli qarab. Chiqdim do'stammi? Tushunmadim men seni. O'lib qoladi kimdir deyotding-ku. Ha, o'lib qolardim. Ne aka sib qo'yardim. Okey, yig'laymiz. Okey, yig'laymiz. Usog'ida to'g'rimi? To'g'rimi? Hop. Issig'ida to'g'rimi? Hop. Uyga yetib kela olmasin. Nima o'lib qoladi? O'lib qolmaydi, yetib kelmasa. Men o'lib qolardim, okey? Nimadan o'ldi desa sib qo'yib o'ldi deyish uyatmi, okey? Hozir men sizga shunaqa yaxshilik qilaman. Kerak emas yaxshilik, rostdan. Rahmat Do'ras aka. Любой platformadagi video skopirasiya qilib, marshrutka aka bitta tashiydigan bo'lsangiz 1 sekundda chiqarib beradi-ku, rostmi? Keyin Shahlo Ahmedova deb bitta tashasangiz, любой musiqangizni голосовать qilib tashasangiz, любой musiqangizni ham chiqarib beradi. Ya'ni birinchisini bosib turib, effektlarni bosib tursangiz, mashinada 8 konsert fluid variantli effektni eshitsangiz ham bo'ladi. Keyin okey, men videoni bosib turib, ateist bosib turib, chizuvchi bilan eng qiziq joy round deb yozsangiz, mana любой videongizni dumaloq qilib beradi-ku, rostmi? Nima programma? Buni nomi Sovet Insta bot. Mana 8000 dan oshgani haqiqiy, qolgani fake, okey?